Yaxshimsizlar to'rdashlar, men sizlarning yaqin oshpazlar shouku nachoqnaq fanslar ko'plab talab qilgan bo'lg'achqa, mush oilda qilishga mos keladigan turk baklavasini qilish usulini birga o'rganib chiqamiz, emskatdik. Buningga eng boshda xamir yug'urib tayyor qilamiz. 700 gram unga 10 gram tuz, 2 tal tuxum, 250 gram yilman suvi yug'urib, lag'man xamirdan sal bo'shroq qilib, xamirni yug'urib tayyor qilsak bo'ldi. Mush film ko'plab taqib qo'ygan boshqalar foydalanib qolsin, penlenching fikrini yozib qo'ying to'rdashlar. Mushalat yug'urib tayyor qilgan ustini yepib 10 minut tindirib olamiz. Tindirib bo'lgan qaytadan 15 minut yana ravurs ishlab olamiz xamiga. Mushalat o'xshash qilib uzib olgandan buni zo'li qilib 7-8 minut yana tindirib bo'lgan ekan, oshqa vaqtimiz qonaqni ravurs sep turib ochimiz qanchalik lepizatsak shunchalik yaxshi. Yanaq meyğizni uşaq pajlab olgandan oshqa takshi sepib, mushalatda tugib buni. Mush kavşan taqsiga mushalatda ratlik qilib tizib olamiz hammani. 8-9 tal qısaq apatnisum tuşudu. Seriq may ulab qalsa yaxshi seriq may qatti bo'lmay qolib qalsa oilda ishiladigan maydan 150 gram mayni ustiga mushalatda qo'shib etsak bo'ladi takshi sepib. Mushalat qo'shib bo'lgandan kavshanga solamiz, 15 minut pishib chiqib buning gradusini 180 qilamiz, asos qizitgan qilamiz, pishib chiqqan shovgosini endi ko'rib boqayli. Mana shunda o'xshabdi turk baklavasi mushta bo'ldi. Oilda qilishga noit mos keldi ma usul turdashlar. Bir tal qachig'i shikar suvi eritib olgan ekan, mushalat usti qo'shib ekan ekan, o'zimiz xalqa usulda ustini bizab, kesib iste'mol qilsak bo'ldi. Shu meni qo'shmaganlik qo'shab, yurak-yurak penlenchunga alt raqamni yo'llag'ash. Mush film ko'plab taqib qo'ygan najoqni qo'llaganlik rahmat aytmayman emas. Hammanglarga rahmat turdashlar. Mush turk baklavasi mushta bo'ldi.